Mana o ishchilar mana. Ketishyapti mana ishchilar. Mashincha katta joy bor. Mana projektorlar. Mana projektor. U degan kech paytdan ko'miladi degan. Mana g'ishlar tayyorlab qo'ydi. Hozir tolga mashtamon ko'mishyapti. Ko'rdinglar? Mana. Navi ustida yog'och turibdi-yu. Ashlar tayyorlab qo'yilgan o'sha. Ochib, uchun prosta yopib qo'ydi xolos. Chuqur bor xolos yerda. Hali bir qavrga qavat qo'yadimi? Qavat yonbosh jildidan. Eskisinami? Arkada ko'rinib turgan tog' qaysi tog'? Uhud tog'. Bu yerda Halima onamiz ko'milgan. Halima onamiz payg'ambarimiz Madinada yurgandan keyin Toyib shahridan kelib payg'ambarimiz uyda o'tirsa oyshamız aytadi. Men kim? Men onamman. Emizgan onam shunday o'rnidan irg'ib turib, mazax qilganlar. Ona qatorida emizgan Rasululloh. Narsalar berib va shu yerda qolgan. Madinada yashab yurgan. Keyin mash qabristonimizda shu bash tomoni oxirroq tomoni ko'milgan Halima onamiz, Halima Sa'diya. Yonida ko'milgan Sa'd ibn Muoz ko'milgan roziyallohu anhu. Arsh a'lo o'lganda nima kelgan? Larza kelgan. Sa'd ibn Muoz shu ko'milgan. Hazrat Usmon ko'milgan, azza shu kelgan, shu o'rtalariga. Hazrat Usmon roziyallohu anhu o'zi rivoyat qilgan hadisda. Inna rojulan solihan, bir solih odam mashetda qabriston oxiri bu ko'miladi falon joyga deb hadis keltirdi. Hadisda aytgan Usmon ashiga o'zi ko'milgan. Rasululloh bilib turib eslatib qo'ygandan so'ng asha aytib qo'yganlar. Maşallah. Na yozuv bor. Na nomer bor. Na bir ko'tarilgani bor, alohida qaranglar. Bu yerda hamma bir bu yerda. Riyos shahrida podsholar ko'milganda endi. Bir xil shular. Katta Faysalga o'xshagan, Xolidga o'xshagan. Makkani oxiri misol bütün Saudiyaning podshohlari, milliarderlar ham mana shu joyda bir xil. Mana qabriston tayyor ekan mana. Mana. O'sha ochib falal qilib qo'ygan. Uning orqasiga tayyor. Tayyorlab qo'yishaveradi. Bar ochib tayyorlab qo'yishaveradi. Bir haftada tezda quriydi. Bu haramda hududi o'lgan odamlar yo Madina ahlimi? Farqi yo'q. Madina atrofdan, qishloqlardan biz kelsaydi. Kelsaydi. Shartda ko'milishlik. Subhanalloh. Qanday bilib ochib qani shuni o'zini ochib. Ochib qo'yadi, ha? Qanday bilib hozir qo'ygan ma'nosi.